Assalamu alaikum qarindoshlar. Ovozim bo'lsa be. Ovozim bormi? Bu qopqasi be. Ovoz keldi sana gapni boshlaydi. Ovoz bormi? Ovozim anlatanda. Assalamu alaikum hurmatli qarindoshlar. 8 ayninki 12, 13 hem 14 günü 3 gün Gollandiyadagi Xitoy konsulsniki oldidagi namoyishga qalsanlar tor dunyosini ko'rdinglar. Tunugün elchixonaning ichiga kirib, ota-onamniki urug' tuqqanlarimning izdirikini qilish uchun elchixonaning ichiga kirsam, ichiga kirgil qo'ymadi hamda bu jarayonda naq maydon taqatdik. Hammani ko'rdinglar. Keyin soqchilar kelib tutib ketdi. Xili ishli bo'lib ketdi-da, nurg'un qarindoshlar buni ansirab, men nurg'un bola telefon keldi, Facebook'da, Instagram, Twitter'da uchurlarni yozdi. Hamma bolalarga uchur qaytarib olamadim. Ba'zanlarga telefonni oldim, kurashdim. Ba'zanlarga javob qaytarib olmay qoldim. Meningdan ahvol so'rab, mening bütün ishlarimni andish qilib, men uchur yo'llagan, men telefon qilgan, meni qo'llab torlida yozmalarni chiqargan. Shundaqla menga moddiy, ma'naviy jihatdan qo'llab kelgan barliq qarindoshlarimga ko'p rahmat. Qarsonlarniki qo'llab quvvatlash bilan bu ishlarim texmo yurishkisi, texmo bu faoliyatni texmo jonliq olib berish uchun bir turtkilik rol o'ynaydi. Hammalarga ayrim uchur qilib yozgan inkaslarimga inkas qaytarib olmadim. Buning uchun hammalardan kechirim so'rayman. Shundaqla hammalarniki qo'llab quvvatlaganiga gayet suyundim, hoş oldum, memnun buldum. Hammalardan Allah razı olsun. Endi gapniki asosli nimasini desam, Gollandiyadagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish qilish asosli maqsad. Aslida bu namoyishni 3-oyninki 23-kuni qilmoqchidimda. Xitoy virus sababi bilan u yerda butun dunyo karantinga kirib ketganligi uchun unda faoliyat qilish cheklanib ketganligi uchun qilolmagandim. Onun ilgir qilish uchun tasdiq olanmagandim. 2-oyninki mushilnisi 2-oyda Gollandiya Xitoy elchixonasining oldida xalqaro kechirim tashkilotining odamlari bir tinch shaklli namoyish o'tkazdi. Uni men tordan ko'rdim. Tordan ko'rgandan keyin uni ilgiri men iltimos qilsam, iltimosim rad qilinib ketganda Xitoy elchixonasi namoyish qilish bo'lmaydi, cheklangan degandan keyin shu zamon darhol soqchiga telefon qildim. Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoy elchixonasi namoyish qilish bo'ldi ekan, men namoyish qilsam nima bo'lmaydi ekan. Sharq Turkiston meningki Uyg'ur millatidir, mening millatim. Yo'qolib ketgan ota-onam, behuda o'lib ketgan millionlarga Uyg'ur mening millatim. Men o'zim millatiga ega chiqmay, o'sha namoyish qilmayman desam, soqchilar sen namoyish qilsang bo'lmaydi degandan keyin, nima ish bo'lmaydi, men uston az qilmayman desam, Gollandiyadagi Den Haag shahar boshlig'iga xat yozsa, ashul tasdiqlab qilib qolsa, anka namoyish qilsang bo'ldi degandan yo'q, men shikoyat qilgandim. Shikoyat qilsam bir oy, 2 haftadan keyin ana uchur keldi. Namoyish qilsang bo'ldi ekan, cho'qim 3 odamda ish ketmasi kerak, tinch shaklli namoyish qil. Bu yerda jidal majra bir ish bo'lib qolmasin degan shart bilan o'rinni bergan. Xitoy virus sababi bilan qilolmay, ana keyindan shu 8 yana 12-kuni rasmiy boshladim. Buni boshlashdan ilgari bir hafta burun tor dunyosida bu vaqtda men 4 xil tilda yozma yozib e'lon qilgan. Asosli maqsad bultu 2019-yilning 5-oyda Gollandiya podshosi Aleksandrga, bosh minister Rutte, tashqi ishlar ministri Blokka xat yozib, ota-ona va urug' tuqqanlarim hech qanday izdirgin olmaganligimni. Buning uchun men qo'limdan kelishicha barliq tirishchilikni ko'rsatib baqdim, hech qanday ola qilolmadim. Shunga men Gollandiya fuqarosi bo'lib sifatida Gollandiya hukumatiga diplomatik munosabatlar orqali ota-onam urug' tuqqanlarim haqida
Xitoy hukumati aloqalashib, ular to'g'risida uchrayib biringlar. Hayot bo'lgan bo'lsa, qayerda o'lib ketgan bo'lsa, nima sababdan o'lib ketdi? Jazo lageriga turmuga sulab qo'ygan bo'lsa, nima sababdan jazo lageri turmuga sulandi? Va yoki ichki o'lkalarga qul ishlik ketgan bo'lsa, ular qaysi shaharda, qaysi zavod, korxonalarda mushlar tafsili men ota-onam urug'da qolishida mushaq uchun talab qilaman deb xat yozsam, Gollandiya tashqi ishlar ministri vakolatidan xat qaytaribdi. Biz Gollandiyadagi Xitoy elchixonasida ko'rishib, bu vaqt uchur beramiz deb. Bular ko'rishyapti. Ko'rasa Gollandiyadagi Xitoy elchixonasi Abdurim G'ani oilasidagi 19 yosh odamniki hammasiniki ism familiyasini Xitoycha yozishi, ularning ID nomeri, ular turishliq tafsili adreslarini Xitoycha yozib bizga avasson. Biz surishtirib bunga javobini beramiz degan xatni men Gollandiya tashqi ishlar ministriga topshirib oldim. Shuning bilan Xitoy hukumatiniki Gollandiyadagi elchixonasi talab qilgan materiallarning hammasini tayyor qilib, ingliz tili ham Xitoy tilida ikki xil tilda Gollandiya tashqi ishlar ministrligi orqali Gollandiyaniki Xitoy elchixonasiga avatib berdim. 3 ay o'tdi, 4 ay o'tdi, hatto yarim yil o'tdi. Hech qanday uchur topshirib olmadim. Anakan bultu, ya'ni 2019-yil 10-oyda, ya'ni Gollandiya tashqi ishlar ministrligiga yana bir parcha xat yozdim. Men hech qanday uchur olmadim. Xitoy konsulidan sizlar bir javob oldinglarmi? Bu vaqtda bir uchur bergan bo'lsanglar desam, Gollandiya tashqi ishlar ministrligidan kelgan xat, biz Gollandiyadagi Xitoy elchixonasi talab qilgan barliq materiallarni, sizning talab qilgan materiallarni avatib berdik. Lekin Xitoy elchixonasi hech qanday javob qaytarmadi. Hozir hech qanday uchurlarni ta'minlamadi. Biz yana buni surishtiramiz. Lekin Xitoy hukumatiga biz besim ishlatmaymiz. Lekin biz davomli so'ylab turamiz deb. Yana kelib qolar, mana kelib qolar deb yil yorildi, yana javob yo'q. Bu yil esa 3-oyda, 5-ida yana boshqa Gollandiyaliklar borda uni qo'llaydiganlar. Bular biz telefon qilaylik Gollandiya Xitoy elchixonasiga deb Xitoy elchixonasiga telefon qildi. Bular telefon qildi-ki, biz Abdurim to'g'risida Gollandiya tashqi ishlar ministrligiga uchur bir bo'ldik dedi. Shuning bilan men Gollandiya tashqi ishlar ministrligiga surishtirsam, ular hech qanday uchur yo'q. Shuning bilan rasmiy Xitoyniki yolg'onchiligi oshkorlandi. Bu to'g'risida to'g'ri bir narsa yozib e'lon qildim. Anan keyin yana Gollandiya uchoqda Xitoy byurosi sababli bo'lganlar uchun byurosi tugab ketsin. Men namoyish qilaman deb desam, byurosining ishlarini pastga tushdi. Anan keyin 3 kun elchixona oldida namoyish qildim. Hammanglar ko'rdinglar. Endi bu namoyish to'g'risida men qisqacha bir tushuncha beray. Birinchi kuni atganda kelib boshqa qarindoshlar bilan birga tinch shakllarda namoyish qildik. Elchixonga kirib chiqqanlarning oldida bir ota-onamningki rasmlari va sham kiygan narsalarni ko'rsatdi. Malani Xitoy hozir Sharq Turkistondagi necha million Uyg'urni sulib oldi, jazo lagerlarida qiynayotdi. Mening ota-onam urug' tuqqanlarga aloqam uzilib ketdi. Menda ahvollarni bilamsa, u bu desam Xitoylik qo'rqib hech qanday nima qilolmadi. Lekin qo'l tashqariq qilsam olmadi. Ba'zi chet elliklar keldi, ularga tushundirdim. Lekin Xitoylar elchixonasiniki ishini qat'iy oshmay turib oldi-chi u kuni. Ana vaqirab ancha-muncha bilimli qildik. Saqchilar kelib atrofni kuzatib turdi. Ikkinchi kuni deganda kelib boshqa qarindoshlar bilan birga sizlar kirib turdinglar. Sharq Turkiston davlat marshini yuqori ovozda yangratqida chiqarib, keynimizda Xitoyniki qizil bayroq lapildab oshna oldida davlat marshini o'qidik. Buni Xitoy qattiq rahatsizlanibdi. Shu zamon akam saqchi telefon qilibdi, saqchi keldi, tekshirdi. Sen bu Xitoydan rahatsız qilibsan deb, "Nim bo'libdi?" desam, "Bek yuqori yangratqida bir narsani qo'yib oldi" deb. Dedi, "Meni buni qo'yish erkinligim bor bu yerda" desam, "Erkinligim bor, qo'yib ol. Yana boshqa nima ish olgandik biz kelgan tuxmiyaga" dedi. Anan keyindan xalqarodagi dangliq mutaxassislarniki Sharq Turkistonda qirg'inchilik to'g'risida so'zlagan, Uyg'urlardagi haqida so'zlagan leksiyalarni yangratqida yuqori ovozda qo'yib berdim. Buni Xitoy elchilari mo'ylari menib shuriydi, ulam angladi, aşağı kelgan yo'ldan kechayotgan Xitoy elchixonasiga oldin kelgan odamlar angladi. Undan keyin kelgan xalqdan biri so'zlab berdi. Bu videoni taqdim. Buni rahatsizlabdi. Undan keyin yana saqchi keldi.
Onun keyinden bizning Sharq Turk ay yıldızı bayrağını Xitoyniki elchixonasidan esib qo'ydim. Esib qo'ysak, akan Xitoy bunun yana rahatsizini olab, shu kuni, ya'ni payshanba kuni 5 qatim saqchi kep bo'ldi-da, yana aşağıda saat 9'da başladım, 12'de oxirlashtirgan namoyishni, chunki 3 soat ishlayotgan Xitoylar. Shuningdek Xitoy rahatsiz bo'lgan dedi, "Nayt xush bo'ldim, saqchilar kelgandimmi?" Saqchilar dedi, "Men xush bo'ldim." Sen nima ish qildi? Chunki sizlar 5 qatim keldinglar, mishaga Xitoylar sizlarga telefon qilib misha keldi, Xitoyni rahatsiz qilibdiman, Xitoylar cho'chibdi, qo'rqibdi, men bundan xush bo'ldim. Ben bir şey namoyishni etmanga verin davomlashtirmasam, sen davomlashtirib mang dedi. Sizniki baklar bir ish bo'lib qolmasa, bir şey namoyish qilish haqqing bor deb. O kuni payshanba kuni sog' salomat namoyish tugidi. Juma kuni et deganda ya namoyishga tayyorlik qildim. O kuni Gollandiya yashar tashkilotida raisi Abdusalom G'ini bilan yana bir qarindishimiz bordi. Abdushukur o ikkidan keldi. Yani Yusufcan balla. Ular kirishdan burun biz Abdug'ani nima? Abdusalom G'ini ile etdigan billa mangduq, Xitoy elchixonasidan oldiq, keldik, kelib lozinkalarni tizib tayyor qilib qo'yish oraliqda Xitoyniki bir konsulning adami mashinadan keldi. Kelib mashinaga o'sha kirdigan ayog'i kelganda mashina eshilibdi, men o'sha yugurib berib lekin mashinadan oldin turdim. Tursam o Xitoy mashinadan tushmadi. Maşini keyine yandırıp ketdi. Neyse videonun ko'rdinglar. Anqıcha ishkini taqib oldi. Ani ma'arliqda yandırıp yandırib ishkivaki o ishni oshmaganda u kuni tuyuqsiz ichib qoldi. Adamlar vizaga kelibdi ekan, shu vizaga adamlar guldirab ishini kirib ketdim men. Anda Abduslam G'ini ashara resim video otdi naq maydonda, men o'zim naq maydon taqatdim. Ko'rdinglar. Annaqa saqchi keldi u yerga, saqchining o elchixona ichiga kirish haqqi yo'q ekan. Naq maydonni videoda ko'rdinglar. Saqchi moyoq chiqdi, men chiqmayman. Xitoy hukumati men ota-onam urug' tuqqanlarim haqqida iliq uchur berishman, chiqmayman dedim. Ana ichini qo'g'daydigan qo'g'duvchilar chiqdi degandek. Ana bu yer ba'zi bolalar debdi, bu Abdurim G'ini Xitoy elchixonasiga vaqirmay aşan qo'g'dishlar vaqirabdi deb. Mening hamda qo'g'dishchiga vaqirg'im yo'q-da, u yerniki. Lekin Xitoyniki elchining biroz chiqmadi-chu u yoqda. Chiqqan bo'lgan bo'lsa, aşan oldiga baratdim. Lekin o chiqmagan ekan, aşan ovozini yuqori deb, men amaliyotda u qo'g'dishchiga vaqirg'im emas, Xitoy elchilarga vaqirdim-da, ota-onam urug' tuqqanlarim qani nima javob bermaysan deb men angladinglar. Anda oxir konsulning ichiga kirishga ijozati va saqchilar bor ekanda, anda ular kelgandan keyin tutdi meni. Ularni tutishi normal ahvol. Chunki ularning saqchilarning vazifasi amonlikni qo'g'dash. Elchixonalarniki raisi qarshilab topqansa uni tekshirib o to'g'risida o'ziniki xizmatini davomlashtirish bo'lganligi ularni tutqanlarga maslahat berdim. Hech qanday qarshilik bildirmadim. Saqchidan kelganidan tutdi, oppadi saqchixonga. Anda orliqlida hamda shada balliq taqib qo'yinglar deb men saqchi pek ketdi deb nima qildim. Saqchixonga borgandan keyin saqchi boshqa gap qilmadi. Birdan tutdi sen to'g'risida sen nima uchun Xitoy elchixonasiga ichiga kirasan dedi-da, hamda asosiy kirishga maqsading nima? Sen u yerga kirsan qonunsiz bo'lganligini bilmamding dedi. Akam saqchim dedim. Xitoy bizning ziminimizga qonunsiz kirib oldi. Dunyoda bir qonunsiz Sharq Turkiston besib olibdi ekan, Xitoy Uyg'urning ziminini besib olibdi ekan deb bir yerdan chiqibdimi? Men Xitoyning bir tuprog'i bijo'tirgan yerga kirib qo'ysam nima bo'libdi? Xitoy o'zi meni ashga kirishga majbur qildi. Men Gollandiya podshosi, tashqi ishlar ministriga, bosh ministriga necha qatim xat yozdim. Ota-onam urug' tuqqanlarim ichida tuqqanlarim haqida kuchirib biringlar deb. Ular Gollandiya Xitoy konsulidan kurashdi. Bular talab qilgan materialni berdim, javob bermay turib qolsa, men şey kirmey nima ma'lum bor meniki sen 19 urug' tuqqanlaringni tutib izdirgini vermay necha million uyg'urni qilib versa sen qanday qilading deb saqchi desam, saqchi bu politik ishga bizni aralashtirma siyosatga. Lekin bizniki sinov tutib turish nimamiz bor dedi. Qancha vaqt tutsan desam, jiq uzun tutolmaymiz dedi. Ana orliqda bir 40 minutlik o'tib shu savollarni so'rab qolgandan keyin boshqa gapim bormi dedi. Meniki boshqa gapim yo'q. Mening gapim Xitoy hukumati mening shu tutib ketishimga sababchi, butun javobgarlikni Xitoy konsuli ustiga oladi. Desam, sen ularning zimini qonunsiz kirding, o konsulning ichi Xitoyning zimini, bizning kirish haqqimiz yo'q. Buning uchun sen
jazo to'laysan dedi, qancha jazo to'layman, sen 1 ming yevro atrofida dedi. Lekin bu jazoni to'lashga majbur qilgani Xitoy hukumati, ular ota-onam urug' tuqqanligida uchur bergan bo'lsa, necha million Uyg'urni so'lib o'ltirmagan bo'lsa, men Xitoy elchixonasiga hayotimdan bormayman, qarab qo'ymaydigan ya u meniki. Desam az qilsam, haqqing va az qil. Sana sotdan bir narsa chiqib turdi, evet bir adresanga shu chog'da ana shuni qarab az qilsam bo'ldi dedi. Shu 40 minutdan keyin u yoqdan yenib chiqdim men. Yenib chiqqandan keyin yana nurg'un bolalar telefon qilib ushur qildi, to'rdimi oshkorildi, menda hammangni bir-birlar javob qaytarib olmadim. Shuning uchun javob qaytarmagan qarindoshlar ko'ngilni yerim qilmanglar, vaqtim chiqmay qolib aldirashib ketib qoldim. Lekin hammanglarning meniki nimamdan ansirab Mena ko'ngil bilib, avval so'rovnomada ko'p xush bo'ldim, mamnun bo'ldim. Shu qadar qarindoshlarimiz yana mening faoliyatlarimni suyunib qilayotgan ishlarimdan yarabdi qarindoshlarimizga deb xush bo'ldim. Endi to'rga chiqqandan yog'i men nurg'un odamlar, nurg'un g'arbliklar men bilan aloqalashdi, ushur yozishdi. Bular deydi, sen 1000 yevro topshuma, ba'zilar biz pul yig'ib beraylik deganlar bo'ldi. Nurg'un qarindoshlarimiz va ba'zilar 1000 yevro men to'laydi deganlar bo'ldi. Nurg'un qarindoshlar va biz pulni biz to'lab beraylik deganlar bo'lib qoldi degandek rahmat hammasi dedim. Maqsad 1000 yevro jazo emas. Ash 1000 yevro jazoni to'lashga sababchi bo'lgan shu jazoni kelishgan yana Xitoy elchisi. Shu Xitoy elchisi javob bermaganligi uchun men shularga kirishga majbur bo'ldim. Bugun Facebook, Instagram, Twitter'da bu vaqtda bayonotini e'lon qildim. Gollandiyadagi mening qo'llovchilarim bor, ba'zi aktivistlar va gollandiyaliklar bor. Bularni san avvalo shu soqchidan degan 1000 yevroniki nimiz kelsin, jazo haqidagi materiallar topshirib olib bo'lgandan keyin biz sudga arz qilamiz dedi. Mening maqsadim sudga arz qilish. Sudga arz qilsam kimning ustidan arz qilaman? Xitoy elchisining ustidan arz qilaman. Chunki ular mening 19 oy tabatlarimda tutib hozirgacha hech qanday izdirgini bermadi. Necha million Uyg'urni o'ttirib etdi. Shularga o'ylab ketdimi, nada bilmayman endi. Bu yolg'iz mening beshim kamida, hozir butun millatniki hammamizning beshiga kelgan ahvolda bu endi. Anan keyindan sudga Xitoy hukumatining ustidan arz qilaman. Bu to'g'risida tun aşağıda men xatni sundim. Elchixona ishga kirmoqchidim xatni, lekin elchixona ishiga kirgil qo'ymadi. Aşağıdaki xasandaga sep qo'ydim. Bu xatning asosligi Xitoy hukumati sen ota-onang urug' tuqqanlaring to'g'risida hech qanday uchurib bermading, sen talab qilgan materialni hammani yetkazib berdim. Sen Gollandiya hukumatigami hech qanday uchur bermadan ota-onam urug' tuqqanlarim haqida yana uchur bermasang, men sizning ustingizdan arz qilaman. Davomli yana xalqaro kishilik tashkilotlari, har qaysi tashkilotlar aloqalash orqali ota-onam urug' tuqqanlarimni Xitoy tajovuzchilari go'rgilib oldi deb men Amsterdamda davomli haq gap so'zlayman deb bunun yani cevap vermesem bütün mesuliyetki seyge deb şu xatni sunum qilib qo'ydim. Bu xatni sotqa berib qolib qolsam, sotdim ash xatni ko'ztiman. Bu davorimdan yanmay izchil davomlashtirib ep manaman. Shunga mendan aloqa nima bo'lib ketgandi deb bek ansirab ketgan qarindosh ansirga hech qanday ish yo'q. Men bir qonunsiz ish qilib nima qilib qolmadim. Endi ba'zi ishlar bo'lganda cho'qim soqchilarmi hamda shuni amonligini qo'g'dash, o'zining vazifasidan o'tishdan chiqish majburiyat bo'lganligi uchun endi ularni meni tutib nima qilish, endi ularning xizmatiniki nimasi, uni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Lekin menga hech qanday u yerda urib tushishga kelaydigan unda ish yo'q. Shu chiroyliqcha o'tirib paranglashib yenib chiqdim. Qolgan ishlarni advokat tutib, advokat orqali endi davomli hal qilamiz deb men endi ashlardan keldigan xatni saqlayapman. Xat kelgan ekan to'g'rida e'lon qilaman. Yana aqasinglar bilan o'rtoqlashib, yana maslahatlar ish qilamiz. Lekin bu qatim tug'ina Xitoy elchixonasining oldida bo'lgan shu ishdan o'zimni bir xil bu ishniki bir yuqori pallaga yetganligidan o'zimni xush bo'ldim. Tep-tinish namoyish qilib qo'yib, hech bo'lmagandek ketganimdan ozroq bir dog'dug'ulab ashundaq bir ishniki o'ttirg'i chiqib sosyal medyalarda kuchli bir ta'sir qo'zg'ashi hamma Uyg'urlarni xush qildi, xursand qildi. Chunki tuyuqsiz ketgan bo'lgan bo'lsam, qadam bilmaydi, to'rnasida dog'da qo'zg'ayanmaydi.
Shuning uchun bu ishdan nurg'un turk qarindoshlarimiz bo'ldi, nurg'un xalq bo'ldi va kechmish bo'lsin, voy ko'nglingiz yarim qilmang deganda men hech qachon ko'nglimni yarim qilmadim, nim bo'lmadim, lekin men xush bo'ldim. Aşağıki Xitoyga kirib, aş oldi ikki qiz vaqirab qila olganimdan. Lekin ular hech qachon qo'rqib chiqolmadi. Yana aşağı naq maydonni olgan bir video vardı hamda. O videoni pat yaqinda to'rga qo'ymay hamda qolgan narsani shundan ko'rsanglar bo'ldi. En bana yardım qilsam bo'ladi, jazo men to'lab bersam bo'ladi. Biz pul yig'sak bo'ladi deb ba'zi bolalar nima qilib turibdi. Men hozir pul yig'ishni ham boshlamadim. Shuna pul yig'ayli degan qarindoshlarim Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Qasinglarniki ashunda qo'llab quvvatlab berishinglar. Mush qarindoshimizniki iqtisodiyot qiyinchilik men o'tirib chiqaman, ko'tiraman degan odamlarniki o'tirib chiqishi menga texim ilhom bo'ldi, texim madad bo'ldi, texim qo'rqmay pidakorlik bilan bu davoni yana izchil etmangishga bir xil turtki bo'ldi. Shunga nurg'un qarindoshlarimizni suyundim, mamnun bo'ldim. Biz Uyg'urlar yana davon ittifoqlasha oladi ekanmiz, yana bir-birini qo'llay oladi ekanmiz. O'zimizningki mas'uliyatni majburan ado qilib mansak, yana biz bir yerdan bosh ko'tarib chiqa oladi ekanmiz. Bundan nayt suyundim. Endi masha pul yig'ish ishiga kelib qolsak, men hozirgacha hech qanday tor dunyosida pul yig'ib boqmadim. Ham nurg'un qarindoshlar pul to'g'risiga qandimi, rahmat deb nim qolgan. Mening bu faoliyatlarni qo'llab quvvatlab kelayotgan gollandiyaliklar bor-da, bular o'tgan oyda azroq sana bir hisob to'playlik dedi. Çünkü ularlarımız paranlaşıp bazı planlarım batır kıldıgan planlarda oturup koygandıki ular dedi hem de bunu biz tor dünyası çıkaraylı şununla bir hesap toplap kılaylı de bunun hesap toplaştaki asaslık maksat nimo degende birincisi menimki Amsterdam dam meydanı tızgan 13 tane teşviqat lozunkalarım var hemen körep turası da bununki aldığı 2 yıl keyniga bir yıldek ya 7-8 aydek oldu. Bularım konurap gitti, renkleri üngep gitti degendek hem bazı teşviqat tiki uçur materyallarniki qimmat qilmadi. Şuna başka bularning hammasini qayta yangilab qimmat qilmagan resim qimmat qilmagan uçurlarni chiqarib deb uning o'rniga qimmati bor texmo kishilarni jalb qila oladigan narsalarni qayta loyilab lozinglarni butunlay yangilab chiqarma bu bir narsa. İkincisi tizgan nimalarım var, taxtalarım. Bu taxtalarımı tolu sunup, nima ketdi, bunu tolu mıqlam qilib baxtib, bu taxtaların hammasini qayta almashtirma. Bunun oldi oq yüzüki bütün resimler yanıdan çaplındı, yanıdan nima qilamiz. Ondan keyin 4 xil tilda İngilizce, Rusça, Arabça, Türkçe, yani başqa tillarda mı qilib qalsa qilib teşviqat qog'ozlarini bostırib izchil teşviqat varaqlarini taqib Amsterdam kelgan xalq jiq bo'lgan ekan buningga nurg'un teşviqat varaqlar ketadi endi buni qilaman. Uning keynidan yaxshi kamera ilib mikrofon ilib xalqlarni taqashada so'zlatib texnik ko'p videolarni taqtirgan gap. Ondan keyin Uyg'ur sarxillar to'g'risida video ishlab uni taqtish planlar var. Torbatlar qurilyapti, buni bir nechta xil tillarda yezib taqitimiz. Endi men dunyoning hamma yerini odam egishayotgan bo'lganda ekan, shulam deydi torbatni qursam, ba'zi tillarni ishlab qolib biz yordamlashasak deganlar. Bo'lganda ekan endi azroq tashviqotni sarxillashtirmasam bo'lmaydi. Degandek bu ishlar uchun azroq hamda iqtisodni buguniyatda nima qilib qolsa ekan shuni biroqlar kim umush qilib to'rga chiqarmay uni Facebook, Instagram, Twitterda e'lon qilaman. Bu vaqtimi pul to'plashdagi maqsad uchurlarni aniq yozaman. Buni bir nechta xil tillarda. O pul udillab meniki bankni men kirmaydi. Ona shu hamshadagi meni qo'llayotganlar shular qildi. Ularning hisoblarini shularga birib o'tkazamiz. Keyinsa xalqimizga uning hisobini berman degandek. Shunga men hozirgacha pul yig'ish binasini boshlamadim. Shosh qarindoshlar pul biray o bu degan qarindoshlar qolib qolsa ash mezgillarda nima qilsak bo'ladi. Ondan başqa bu yerdə iki çoğun fəaliyyət var qıldığan birisi Amsterdamda Uyğur 40-cılığa aid resim ko'rgazmasi olib berish bu fəaliyyət var. Aslında bunu ma vaqt iki qatim o'tkazib bo'lsam bo'ldi-da. Ana Xitoy virusi sababi bilan bu fəaliyyətni qilolmay qolib qoldim. Endi shu fəaliyyətlarni shu 10-oylarda
qilish 11-oyda qilish neyman bor. Buning uchun nurg'ulg'an rasmlar loyihalandi, lozunkalar qayta loyihalanib degandek mushning hammasini loyihalash, besib chiqarish, nurg'un narsaga ham iqtisod ketadi, iqtisodlan bo'lgan gap. Bu bir. Ana ikkinchisi 10-oyning 3-kuni Parijda Dilnurniki aşariki orlaşkan çoğun bir faaliyeti var ekende. O faaliyetke men barmaş Amsterdam'daki bütün teşvikatlarımı elip açtan barman. O yerda faaliyet qatnashib bo'lgandan keyin Parij Eiffel munoriniki oldida hakim meni boshqa yerga olib qolib qolsa, ashana 2 kun yana resim ko'rgazmasi qilib, o'tgandek tinch shaklda namoyish qilib, bu yerga qaytib kelaman. Degandek bu yerda yangi faoliyatlar bor. Ondan keyin yana bir qism faoliyatlar bor, uni o'ylashyapmiz. Vaqt kelganda tor dunyosida ochiq shaklda meni e'lon qilaman. Shunga nurg'un qarindoshlarimizniki qo'llab quvvatlashi menga texidimi bir ilhom bo'ldi. Bu ishni to'xtatmayman, izchil davomlashtirib boraman. Shunga qarindoshlarniki ko'proq mush chiqqan narsalarni ham baxilab qo'ysanglar, taqitib qo'ysanglar, bu video ishlaydigan bo'lib qolib qolsa, buni rasm loyihalaydigan bo'lib qolib qolsa, pidoylab yordamlashsanglar, sizlarniki shu qo'llab quvvatlashing olmasa, Amsterdamga namoyishim yolg'iz davomlashib ketolmaydi. Nurg'un gapiribdi-da, qadar bo'lib qolsa, mushkilni kamida o bu deb. Ana Xitoy elchixonasi tinish shakllik namoyish bo'lgandan keyin soqchining tasliga adami 3 odamchi, hamda 3 dan 5 kicha bo'lsa bo'ladi, uning jiq bo'lmasin deganlik uchun mana shu kildigan odam shu 3 dan 5 kicha kontrol qildik. Undan 5 jiq odam kelib olsa, yaxshi ularni ba'zi bo'lgandan keyin mashina qilib qo'ymaydi. Boshqa bu to'g'ri ba'zi ishonmalar shug'ullanadiki qo'llab quvvatlagan bu ishlar izchil davomlashyotdi. Amsterdamga olib kelayotgan bolalar bor, lozunkalarni loyilab berayotgan degandek mushlarni qo'llab quvvatlash bilan bu ish izchil davomlashyotdi. Shunga meni qo'llab quvvatlayotgan barliq qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Buya qarasa hozir yurtni ani gapiribdi, men yutormayman. Hamma yurtni odamlar aralashaverman. Shunga mening tashviqotlarimdami, qilayotgan ishlarimdami yutarish, tarafbozliklar yo'q. Men hech qanday tashkilot yoki hech qanday nimasidan o'ttirimizda nima yo'q-da, ziddiyat nima yo'q. Men tarafbozlashga qutblashgan da'vodan bir yoq turib, o'zim qutbsiz holatda izchil o'zimni davomlashtirib kelyapman. Shunga nurg'un bolalar ayrim uchur qildi, xat yozdi. O'sha ba'zi to'rdagi ziddiyatlik masalalar, buni qanday qaraysiz, ona qanday qaraysiz, mana qaraysiz deb. Men buni chiqarsa javob bermadim, sukut qildim. Uni qanday qaraysiz, buni qanday qaraysiz deb, uni ammay Sharq Turkistonda bo'layotgan Uyg'uriston yapargan qirg'inchilikni, Xitoylarniki Uyg'urni yildizni qurayotgan ishlarni mana o'ylashinglar, mananga. O'zingizning namoyish qilinglar, to'rdingiz yezing, unda yo'qlan ishlarni nima qilmanglar, meni ikkirman bu narsaga deb, unda ishdan o'zim yer tortiqliq. Bu to'g'risida uchur yozgan bolalar uchur fikr nima yozgan inkoslarga javob qaytarmoqlar. Shunga mening shu da'vo qilayotgan ishning izchil davomlashib menish uchun menimiz ziddiyat narsaga tortib kirdigan, oxir chiqmaydigan suhbatlarga nima qilgan ishlarda da jiqqilib fikrlashsam bo'ladi. Mush to'g'risida fikrlab boqsam bo'ladi degan ishlarda meni eng yaxshisi uni avar qilmay, mush tashviqotda foydali ishlab qolib qolsa, mujohidlarda meni qo'llab quvvatlasanglar, mushtarda yaxshi taklif fikringiz qolib qolsa, har zaman sizlar bilan bir sapda bo'laman. Ziddiyatlik qutblashgan ishlardan men betaraf bundan. Eng cho'ng dushmanimiz Xitoy bo'lgandan keyin Xitoydan qarshilab meni butun zihnim shu Xitoyni qayda qilsak mag'lub qila olamiz, qayda qilsak shu yerdagi bo'layotgan qirg'inchilikni to'xtata olamiz. Buning uchun men nima ish qilaman? Buning uchun qanday qilib bizning mas'uliyat majbur ado qila olamiz degan mush nuqtalar kim ketayotgan ishim. Boshqa ishlarning hammasi men uchun hozircha bir qayirib bo'lgan masala. Buldas fikrimcha gapim so'ragan savollar qilib qolsa, men so'zlab nimqimda shu hozir tushuncha berib qo'ygim keldi. Malkam sen Allohga emanet, salomat bo'linglar.